Hamda bu bo'lsa rahninki taya mayda pishirdiganға tayyorlik qilib tayyor qo'ygani. Rahninki 10 tani birga qilib qashlab qo'ygan Vietnamninki ebi fry deydi. Ashtaq jiq mayda qizitib yaxshi qizigancha adam shuni birda silib qisiq shu tayyorlab qurus yeyishlik bo'lib chiqdi. Rahninki ebi fry deb tayyor qo'ygan yemekligi. Bu konservalı qaçılangını eris. Bayatan qisi, qisiq maqtiksi kokonat sütüdən işlənген eris tuğu. Mavuş adətdiki sütü işləngen eris bizning azaldan vətənimizdəki tetib çoğ bolğan aşı eris təmindən keyin bəyin özü şu. Naq şunun təmi Vietnamda işləngen halal. Bu qağaz kurupkisi aşı konserva qutuq demidikinin yoğan çoğ qaçılangını. Bizning vatanda shu burundan tatib o'zimizga tunish bo'lgan erisning ta'mi bayn o'zi shu. Şoňa tatlyk türüm pişagan çağlarda işläsek, ätigerliklerdäki naştlyklarimizde bolka, yumşaq nallarymyzga sürkep yep istemal qysakmı, şunçilik ta'mi ämjätin şunda ýaxşy. Mawu pomidor suyu, pomidor şerbeti mi daqyamdyk, pomidor suyu. Türkiýede işlengen halal pomidor suyu. Bu tuz qo'shilgan ekan. Adətdə tuz qo'shilgani va tuz qo'shilmagani deb ikki xil bo'lganti shu do'konda. Bu bugun tuz qo'shilgani elan bor ekan, tuz qo'shilmagani yo'q ekan. Adətdə shu pomidor suyimi shundaqmi yaxshi sap 100%lik pomidor suyu. Hamda bu qutlar qaçlanganlari qarmuş, tuz, qarmuş bilan tuzning aralashmasi ekan. Men hozir qo'lim tutayotganim. Bular halal. Yaponiyada qachilab ishlangan halal qarmuş bilan tuzning aralashmasi. Qarmuş bilan tuzniki aralashmasini bek to'liq ishlatamiz odat tamoqlarda har qanday vaqtda. Shu Yaponiyaniki halalsi. Nima işen alsak oldu, shunda yaxshi. Ondan keyin turgan mawu aqmush ekan. Bu halal. O'xshash bir o'rindan ishlagan, o'xshash bir o'rinda qachilangan Yaponiyaning. Bu qarmushning o'zi ekan. Qarmush, aqmush. Qarmush bilan tuzni birlashtirib qo'ygani ekan. Uning yeni turg'ini nima? Samsaq uni demdik, samsaq talqini demdik ya. Samsaqninki ekan. Onun endi yeşil turg'ini bu ash ko'kininki o'xshaydi. Ash ko'klarini aralashtirib qo'ygan ash ko'k ekan. Quritilgan ash ko'ki. Ashtaq bularmisi shu Yaponiyada qachilinib ishlangan halal dori-darmonlar. Men qarmuş tuzniki maw xaltalı qaçılganym bar 300 grammy 156 yen. Ana bilan abaqı qısalıştırganda arzan bu. Bu mu halal belgisi bar ana. Bu nim dep arzan degende buningki keyni qarab baqaylı işlengen döldün ekin. Keyni qarab baqsaq işlengen döldi degan o'rinda yiziqliq turibdi. Mana onda bu qarchan bir şey yap qo'ygan. Aşaning maslahati bu. Shuningga gerçi halal deb yozib qo'ygan bo'lsa-mu, bu maslahatni ammay qo'yib qo'ysak bo'ldi. Amdimiyatga men qizilmushlar qarab baqayli, mush pastki tizilganlarning hammasi aşağıda ishlangan qizilmushlar. Birini ilib qo'limizga ko'rib baqsaq, shu qizil jambirak olib qo'ydim bu. Aşağıning qizilmushlari bu. Bunun halal degan belgimi yo'q. Odatda halallarga ancha diqqat qilmay ekanmiz-ku bu qizilmushlarga nisbatan. Lekin bu do'konda bundaq yaxshi bir maslahat bor. Qizilmush qanday yaxshi deganda, birisi bu Yaponda ishlangan, made in Japan deb turibdi. Halal.
hem halal hem Yaponda ishlangan. Shunday yaxshi bu qizilmush. Shunchalik achchiq va bu nihoyat achchiq yog'mush, mush qizilmush qiyamlar vaqtimizda puxadan chiqquncha toza achchiq bo'lib ketadi. Ancha achchiq emaslar aralashtirib qimsoqligi bek achchiq bo'lib ketadi degan darajada. Nihoyat yaxshi ta'mimi, Yaponda ishlangan ishonchlik. Bundan keyin shu hozir men qo'limdek og'inim qizilmushning o'zi, uning yanına qo'yib qo'ygani 7dagi shichimi deb biz qo'ygani buningda qizilmush, oq kunjut, qora kunjut deganga o'xshashlarni bir qancha xil narsani tang ezib bir qachilab qo'ygani. Mushlarimiz halol Yaponning o'zining qizilmushlari. Shuningga qizilmush olgan chog'da mushalallarni alsaq ham jaddi yaxshi bo'ldi. Ammo pastkilarimiz biz olmasak bo'ladigan qizilmushlar. Bu pomidor qiyamlari bu halal deb yozilgan emas ekan. Buning tarkibida biz iste'mol qilsak bo'lmaydigan tarkib yo'q alayda. Lekin mushta ko'k qog'ozda o'ralgani bordi halal deb. Odatda shuni oldigan bugun yo'q ekan. Hamda bular murabbalar ataylik nashliqlarimizda nan bolkalarimiz bilan birga iste'mol qilsak shunday yaxshi. Halal Daniya davlatida ishlangan organik halal bo'lgan organik murabbalar. Bu blueberry urunmu eyiq uzuminingki, bu apelsinning, bu bölgürgenning halal murabbaları. Ma qizilgul qiyami, bu Türkiye'de ishlangan qizilgul qiyami, gul qanday quyuq emas, suyuqroq. Shunday yaxshi uning ta'mimi. Bu astidagilar halal Daniyada ishlangan, üstüdekileri organik, mala organik emas, odatdagi murabbalar. Bular muammisi halal, bu almining murabbasining ta'mimi shunday yaxshi. Shundaq atganlik iste'mol qilsaqmi shunday yaxshi. Bu xaltadagisi creaming powder deb biz qo'ygani qahvalarga ishlatadigan sut parashogi. Halal Malayziyada ishlangan. Odat qahvalarni demlagan chog'da ishlasakmi, undan boshqa tatliq turim bolka, tortlarni yasagan chog'da shu sut parashogi qo'shilgan tatliq turimlarni pishirgan chog'da ishlasak bo'ladi. Hamda ma şokoladlar ko'rib baqaylar. Nayt yeyishlik taqib turdi. Bu şokoladlar halalmidi? Halal ekan, halal belgisi turibdi. Astida kichik buloq qilib. Belgiyada ishlangan shokolad ekan. Belgiyada ishlangan halal shokolad debdi. Hamda uning yendiki ma kichik qutidagisi. Bu mu ustiga kakaoni chechib qo'ygan ekan, shundaqmi yeyishlik taqib turdi. Bu naninkikin, bu mu halal ekan, o'xshashlar Belgiya davlatida ishlangan ekan. Bu har ikkilisi Belgiyada ishlangan halal shokoladlar ekan. Hamda bu to'ng'iltilgan yemeklar boyada qo'yilgan chapati deb biz qo'ygan bizning qatlama degan qatlamadan o'xshash deb bizning ekan halal ekan, untalni bilsa qo'yibdi. Nimada qozonda yoki duxovkada tezlam tarhallab pishirib yeyiladi ekan. Bu naninkikin. Buni ishlagan davlat Malayziya ekan. Malayziyaninki halal qatlama ekan. Hamda bular serial degan ataylik nashliqda iste'mol qilgan serial degan yemeklik ekan. Buning tarkibida qurutilgan quruq meyveler, bölgürgen, üzüm deganga o'xshash anjirning bor. Anadan keyin meg'izlar, mushtaq badam deganga o'xshash meg'izlar bo'lgan keyin buning tarkibidagi o'simlik talasini shundaq mo'l
Балаларның тән саламатлыгыга пайдалык, үчәйләрнең милдәшләрен яхшылап, әзем кылышны яхшылап кылганга. Андан кин бу әркелси halal seriallar ekan. Çex dövlətində işləngan. Ətəlik naşlıqlarda bulardan faydalansak, balalar həm yaxşı gördü, həm salamatlığı paydalıq. Şunday yaxşı ekan. Bu to'nglatqining to'ngiltish bölümçesi saqlagan to'ngiltilgan yeməklər ekan. Halal ekan. Bərəngə. Rəsmdəki bərəngə qalamçıga oxşab turadi. Bərəngə ekan. Belgiyada ishlangan. Belgiyaning ishlagan halal bərəngə qalamçısı ekan. Yağda pişirib qo'ygan bərəngə. Bu to'ngiltish bölümçesidən eliblam әтегіне балаға тамақ тәйярлап бәгіче, мектеп екітілген тамағын тәйярлап бәгіче, майда өріп жүріп пішіріп бұлам қыса, тезіл тәйя бұлдыған, қолайлаштырған бәрәңге қалам тізген. Бұл оқшашлам тоңылтыш бөлімсіз сақлайдыған bərəng asaslıq materialı bərəngin izib, onunla yana başqa materiallarını qoşub, rəsmdəgidək qılıb təyyah qoyğan, to'ngtilgan yeməklikən. Bunun şu mayda örüb görüb lam ətəgini təyyah qıpırış kimi asan, balalarının məngişi kimi əplik, yeyişi kimi əplik, qolay yeməklikən, oxşaşlı Belgiyaның halal yeməklik ikən. Bular hamısı şu to'ngiltib saqlaydigan bərəngə qalamçıları. Bayatı oxşaş bərəngə qalamçısıkən, faqat to'g'ralgan shakli o'xshamaydigan. Ba'zilarini inchga, ba'zilarini bizə gül chiqirib, artish qilib, har xil to'g'ralgan shakllar ekan. Hammasi halal Belgiyaning bərəngə qalamçıları ekan. Shundoq qilib shu do'kondagi halal mahsulotlarni xeyli tafsili ko'rib chiqdik. Xeyli nurg'un halal mahsulotlar bor ekan. Qilib biz bu kerakliklarni setib do'kondan chiqib oldik. Shu Giyomu Talla bozorida mana shundaq tanlab turib setib olgandek darajada halal mahsulotlarningki, yeməklarningki turlari shundaq sarxillashib ketdi. Bundan intan xo'shal bo'ldik. Yaponiyaningki boshqa do'konlaridami halal mahsulotlar yo'qdan bor bo'lishga boshladi. Bor bo'lgandan shundaq sarxillashib turlarimi har xil sarxil bo'lishga boshladi. Bundan nayt xo'shalmiz. Bugunki bu Giyomu Talla bozoridagi halal mahsulotlarni tanishtirishimiz mana bu yergacha bo'lsin. Ya'ni keyingi programmalarimizda davomli ko'rishga nasib bo'lsin. Ma'qula, Allohga omonat, salomat turinglar.